Yan bilan tayyorlaning va Amerikadagi soliqlar sistemasi haqida o'rganing. Amerikada turli xil soliqlar mavjud. Birinchisi bu sales tax. Amerikada do'kondan biror narsa olsangiz, narx ustiga sales tax qo'shiladi. Bu soliq shtatga qarab 4,5% dan 10% gacha bo'lishi mumkin. Ya'ni narxda yozilgan summa oxirgi narx emas. Masalan, siz $10 xarid qilsangiz va 5% sales taxi bo'lsa, siz yashayotgan shtatda $10 va 50 sent to'lashingiz kerak bo'ladi. Ikkinchi turdagi soliq bu paycheckingizdan, ya'ni ish haqqingizdan. Har oy federal tax, state tax, social security va Medicare uchun soliqlar ushlab qoladi. Ish haqqingizning taxminan 20 dan 30% gacha ushlab qoladi. Uchinchisi bu income tax. Har yil yanvardan aprelning 15-sigacha vaqt bor, odamlar tax return qiladi. Ya'ni IRS ga yillik daromadini ko'rsatib hisobot topshiradi. Ko'p hollarda odamlar soliqdan ortgan pullarni qaytarib olishadi. Men ham tayyor bo'ldim. Yana qanday mavzularda video qilishimni istaysiz? Izohlarda yozib qoldiring.